Navbatdagi zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Jami 28 ta ekandoz bo'ldi. 8 ta Turkiyamizdan, 8 ta Miramir Vishipkamizdan, 4 ta Xudo xolamiz uchun baxmal, toza Samarqand baxmalimizdan, 8 ta yana kelin poshshamiz uchun baxmal yakandozlarimiz tayyor bo'ldi. Farg'onada yakandoz, Toshkentda ko'rpacha, Samarqandda girdixona, Andijonda to'shay deyiladi. Yana bizni qaysi viloyatdan kuzatib borasiz? Fikringizni kommentariyalarga yozib keting. Bizi Farg'onada 3,5 metrli, Toshkentda 4 metrli, Samarqand, Navoiy, Buxorolarda 2,5 metrli, Andijonda 3 metrli ko'rpacha qilinadi. Mana eng hadavoyi o'zimizning Marg'ilonda qilinadi. Bemalol bitta xonaga mehmonxona uchun 6 ta yakandoz solsangiz, bir qavatdan mana 7 kilodan ichiga paxta tushgan, bemalol yumshoqqina o'tirsa bo'ladi. Bemalol qizlar zakazlarini o'zimizga murojaat qilishlari mumkin. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz ham bor.